Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda eng yirik birjalardan bo'lgan va litsenziyasi bor qonuniy Asterium birjasida birgalikda savdo qilishi, karta ochishi va Asterium birjasiga borib turib kartalarimizni olib kelish hamma jarayonlarni ko'rsataman. Bu safargi videomiz ancha qiziqarli bo'ladi, chunki borib kartalarni olganlarimiz hamma jarayonlarni ko'rsatib beraman va Asteriumdan ro'yxatdan o'tish, karta zakaz qilish, qanaqa qilib shu plastigimizga 1 daqiqada pullarni tushirib olish hammasini ko'rsatib beraman. Xo'p, buning uchun bizga opisaniyada va kommentariyada link bor. Asterium birjasini shu bo'yicha kirasizlar va bu yerda mana ko'rayotganingizdek App Store'da ham, Play Market'da ham ilovasi bor. To'liq yuklab olishingiz mumkin. Va undan keyin bu yerda o'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlaysiz. Ingliz tili yoki rus tili. Undan tashqari koreys, xitoy tillari ham mavjud ekan. Xo'p, bu yerda siz agar birinchi marta Asteriumga kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib, birinchi yo'lakchaga email pochta, parolni tasdiqlash uchun yana o'zingiz ikkinchi parol qo'yasiz, ikkita bir xil parol qo'yasiz, email qo'yasiz va referral kodga обязательно MK Samandar deb yozib qo'yishni unutmang. Va mana bu ptichkalarni bosib, ro'yxatdan o'tish tugmachasini tanlaysizlar va bo'ldi. Agar sizda allaqachon akkaunt mavjud bo'lsa, menga o'xshab shunchaki saytga mana shunday kirib ketasiz. Xo'p, authentifikator parol so'raydi. Saytga mana ko'rayotganingizdek tashrif buyurdik. Bu yerda menda mana $7 pul mavjud va bu yerda kartalar, kripto savdosi, tarix, ayirboshlash va hammasi mavjud. Keling, endi men sizga boshidan tushuntirib beraman. Xo'p, bizda Forexdan ishlagan pullarimiz mavjud yokida Binance'dagi pullarimiz yokida umuman USDT sotib olmoqchimiz yokida sotmoqchimiz. To'g'rimi? Keling, qanday qilib USDT ni sotib olish yokida sotish haqida gaplashamiz. Mana umumiy balans turibdi, bu общий balans. Mana bu yerda kripto kartalar degani bor. Mana kripto kartalarim ko'rayotgan bo'lsangiz va bu yerda mana kripto kartalarimning balanslari 00 turibdi. Kripto kartamni to'ldirsam bo'ladi. Bu kripto kartani sizlarga ustunliklari haqida men aytib beradigan bo'lsam, xo'p, mana kartani faollashtirish. Menda Humo virtual Humo karta bor. Undan keyin Asteriumning o'zini virtual kartasi bor. Undan keyin Humo haqiqiy karta bor. Undan keyin Mastercard bor. Haqiqiy. Siz aynan mana shu Asteriumdan virtual Humo karta olishingiz mumkin, Mastercard virtual olishingiz mumkin va undan tashqari jismoniy, ya'ni haqiqiy fiziki bo'lgan Asterium o'zini Humo kartasini, Mastercardtasini olishingiz mumkin. Endi afzalliklari mana bu yerda mana karta balansi turibdi. Siz o'sha xohlagan kartangizga mana Tron, Ethereum, Ton, Bitcoin, USDC mana shu ko'rib turgan kripto valyutalarga to'ldirib, xohlagan do'kon, magazinlar yoki chet elda Mastercardlarda to'lab yurishingiz mumkin. Endi bu yerda mana hisobni to'ldirish ham bor. Mana misol tariqasida siz USDT ga to'ldirmoqchimisiz, aynan kartangizni Bitcoin ham, Ethergami, Cardano-gami, Ripple-gami, Ton-gami farqi yo'q. Mana shunaqa qilib to'ldirsangiz bo'ladi. Pul yechib olishga keladigan bo'lsangiz, o'zingiz plastik kartangizga mana shunaqa qilib yechib olsangiz bo'ladi. Endi qaranglar. Men sizlarga USDT bo'lsa, mana tayyorsida USDT bo'lsa, mana bu asosiy bosh sahifaga kirasiz va qabul qilish menyusini tanlaysiz. Va bu yerda kripto manzildan deganini tanlab turib, mana misol USDT ni tanlaymiz, tarmoqni tanlaymiz, Tron tarmoq va mana bizda adres tushdi. Mana shu adresga men hozir o'zimni Binance'imdan pul o'tkazaman va uni plastik kartamga tushiraman. O'zingizlar ko'rasizlar qancha daqiqada plastikka tushirib berishini. Aytgancha, bu Asteriumdan emailingizga kirgizganingizdan keyin verifikatsiyadan o'tasiz. Pasportingizni, oldi orqasini va yuzingizni skanerlaydi, bo'ldi. Unaqa ko'p bosh og'riq degan narsa yo'q. Xo'p, menda keling, men $100 o'tkazib ko'raman. Xo'p, mana adresni skanerladim va $100 Asteriumga Binance'imdan o'tkazaman.
va buni plastik kartamga 1 sekundda tushirib olaman. Mana o'tkazdim. Endi mana shu adresga pul tushadi, xudo xolisa va e'tibor beringlar, bu yerda kunlik depozit limit deb yozib qo'yibdi. Mana qanchaligini qaranglar. Qancha limitingiz bor kunlik. Xo'p, kripto savdosi bor. Bu yerda kripto olib sotishingiz mumkin. Kripto kartalar, karta qo'shish. Xo'p, menda o'sha full bo'lgan. Kripto kartalar bo'limiga o'tasiz va bu yerda karta zakaz qilsangiz bo'ladi. Saytda o'zidan bitta ko'rib chiqasiz. Kripto kartalar, xo'p, menda o'sha kripto karta bor bo'lgani uchun boshqa zakaz qila olmayman, lekin siz zakaz berishingiz mumkin. Bu yerdan, ya'ni o'sha Humo karta zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zini Humosini O'zbekistonning xohlagan joyda to'lab ishlatib yura olasiz. Pulingiz USDT da bo'lsa ham yoki Bitcoin da bo'lsa ham avtomatik konvertatsiya qilib beradi va undan tashqari Master kartini zakaz qilsangiz, chet ellarda ham USDT da bo'lsa pulingiz to'lab yurishingiz mumkin. Bu ajoyib, prosta super degani. Xo'p, hali обработка deygan pul tushish jarayonida ungacha yana bu yerda tarixda mana biz ayir boshlagan pullarimiz juda ko'p operatsiyalar amalga oshirganman. Juda ko'p pul to'lab berishgan. Xo'p, mana ko'rayotganinglardek pul tushdi. Mana $100 ko'rasizlar. Asosiy balansda $100 pul turibdi. Mana shu Binance'dan ham chiqib ketdi. Endi qaranglar. Mana umumiy balans $100 turibdi. Men shunchaki kirdim, qabul qilishni tanladim kripto manzildan USD tushiraman dedim. Tron tarmog'ini tanladim. Bo'ldi, xavfsiz. Hech qanaqa o'g'irlangan pul tushmaydi bu yoqda. Endi mana bu joydan almashtirish bor, sotish bor. Men sotish tanlayman. Mana sotib olish, sotish. Mana sotish tanlayman. USD ni sotmoqchiman. Bu yoqda mana balansimda $100 turibdi. Misol mana $100 tanlasam, bu yoqda balans yetarli emas deyapti. Jami sarflanadi $101. $99 mana bunday qilsak $1 komissiyasi va siz qabul qilasiz 1.217.792. Sotishni bosaman. Va aytyapti, tranzaksiya uchun to'lov 0.99 USD komissiya sizdan undiriladi 99.99, siz olasiz 1.217.000. Xo'p, men roziman, sotaman. Mendan Google autentifikator kod so'raydi xavfsizlik uchun va men kirgizaman. Mana 041 756. Xo'p. Tranzaksiya muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Token muvaffaqiyatli sotildi va tez orada bank hisobingizga o'tkaziladi. Xo'p, endi kutamiz. Qanchalar tushishini o'zingizlar hozir ko'rasizlar. Xo'p, soat 19 mana 30. Qancha vaqtda tushishini o'zingizlar tomosha qilasizlar. Xo'p, ungacha tushgungacha yana bekor o'tirmaymiz. Endi sizlar USD sotib olmoqchisizlar. Buning uchun nima qilamiz? O'g'irlanmagan, toza, ishonchli USD sotib olmoqchimiz. Mana bu yerda sotib va sotib olish bo'limidan mana bosamiz yana va sotib olish. Mana misol bu yerda qanaqa qilmoqchisiz? Misol mana misol 2.100.000lik sotib olmoqchiman mana USD. 2.100.000 men o'zimni plastigimdan to'layman. Mana bu Humo kartam orqali mana 2.100.000 va 168 USD qabul qilib olmoqchiman va sotib olish tugmachasini bosaman. Va sotib olishni bossam bo'ldi. 1 daqiqada ko'p vaqt olmaydi. 1 daqiqani ichida menga anaqa qiladi. Mana shu plastigimga pul tushdi. 1.217.792 19.30 o'zida tushdi. 1 sekundda. Tasavvur qilasizmi? Menga SMS anaqadan keladi, Humo botdan keladi. Mana ko'rayotganinglardek original Humo botdan mana original Humo botdan kelib tushadi. 1 sekundda pulingizni yechib beradi, USD dagi pulingizni. Zo'r bu narsa. Endi shu sotib olish uchun ham
xuddi shunaqa holat amalga oshiriladi. Keling, mana misol 500 millik sotib olamiz, 40 dollar bo'lar ekan. Sotib olish, xo'p, mayli. Sizlar uchun ko'rsatib beraman. Mana sotib olish tugmachasi yana tanlanadi. Xo'p. Va undan keyin введите kod. Okey. Asteriumdan menga kod keldi. Xo'p. Отправить. Transaksiya jarayoni. Ma'lumotlar tasdiqlandi va transaksiya amalga oshirilmoqda. Ushbu oynani yopishingiz mumkin. Holat tekshirilmoqda. Sana vaqt 21, 500 ming so'm. Menda uje plastik karta ulab qo'yganman. O'zim o'sha ishlatadigan plastik kartamda 500 ming so'm pul bor. Uni avtomatik yechib oladi. Kodni kirgizganimdan keyin va menga USD ni beradi. Eng qizig'i USD sotib olganingizda hech qanaqa sizdan xizmat anaqasi olib qolmaydi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Xizmat komissiyasi olib qolmaydi. Muvaffaqiyatli mana. Bitta navbat qilamiz. Mana pul tushdi. Qanaqa qulaylik kerak yana? Tasavvur qilasizlarmi? Mana endi buni sotib yuboraman men yana. Sotishga kiraman. Xo'p, mana 39. Sotaman. To'g'ri, minusiga sotaman, chunki bilasizlar, oldi sotdida xuddi dollarga o'xshab o'zining anaqasi bo'ladi. Komissiya bo'ladi. Xo'p, kodni kirgizaman. Tak. Yangi kod kelsin. Mana yuborish tanlayman. Va mana qarab turinglar. Tak, soat 19:33. Bo'ldi, bu pulim hozir yana 1 daqiqada menga tushadi. Muammosiz. Xo'p, kripto kartalar degan joydan kripto karta zakaz beringlar, обязательно. Karta hozir tekin bo'ldi. Oldin 1 dollar edi kartaning narxi, Mastercard, Humo kartalar 1 dollar edi. Hozir bu narsa tekin. Shuning uchun hoziroq zakaz beringlar. Описаниеda, kommentariyada link bor. Aytgancha hozir meni anaqa kartam kelgan. Virtual kartam kelgan, virtual nima, fizический master kartam kelgan. Xo'p, Asteriumdan uje menga pul tushdi. Pulim tushdi. Endi hozir Toshkentdagi o karta zakaz bersangiz, uni borib olasiz. Ili dastavka sizga telefon qiladi kartangiz tayyor bo'lgandan keyin. Assalomu alaykum, falonchi yupstonchi. Mana tushgan pul ko'rayotganinglardek. Falonchi yupstonchi, kartangiz tayyor bo'ldi, ofisga kelib olib ketishingiz mumkin yoki so'raysiz, dastavka qilib bera olasizlarmi deb. Men aniq bilmayman, dastavka qilib beradimi yo'qmi, chunki men borib olganman. Hozir sizlar bilan birgalikda ofisiga borib, manzilini ham ko'rsataman, qattaligini, master kartamni olib, obzor qilib beraman. Unda ketdi do'stlar. Obunachilar, biz hozir yo'lga chiqdik. Ya'ni shu master kart shu tizimida ishlaydigan bizani Asterium kartamiz bor. Mana o'zi mana bunaqa kartam ham bor. Bu Humo Asterium shu Humo kartasi. Endi xuddi shuni men chet elga, Yevropaga chiqsam ham ishlatishim uchun tekinga o'sha master kartini olib kelgani ketyapmiz. Sizlarga ham ko'rsatib beraman. Shu Toshkentda bu yerda o'sha lokatsiyalarni, manzillarini описаниеda videoda ham chiqarib qo'yaman. Lokatsiyasi qayerdaligini, shu Toshkentda ofisi bor. Xudo xolasa yana bitta ofis ochishim mumkin. O'sha ofisiga ketyapmiz. Hozir ko'rasizlar. Qanaqa bo'lsa bo'ladi. Misol karta zakaz bersanglar ham o'zingizlar bemalol borib o'sha yerda olib kelishinglar mumkin kartalarni. Lekin dastavka qilib berishadimi yo'qmi bilmayman. Hozir borganda yana sizlarga jarayonlarni ko'rsatib beraman. Biz Asteriumni Toshkentdagi ofisiga keldik. Bu yoqda hamma o'sha offline, online operatsiyalar bajariladi. Misol tariqasida sizlar karta ochtirib programma orqali yoki sayt orqali zaявка bergan bo'lsanglar, o'sha kelib shu yerdan olib ketasizlar. Yoki kriptovalyutani solishinglar, sotishinglar, hamma offline operatsiyalar shu yerda bajariladi. Xohlagan odam bu yoqqa kelib, bemalol o'sha obmen qilsa ham bo'ladi. Bundan tashqari sotib olib sotsa ham bo'ladi. Qonuniy, ofitsialniy joy. Hozir men ichkariga kirib, o'zimni o'sha master kartamni olib ketaman. Sizlar ham kelib bemalol shu yerda охранаga aytasizlar, nima sizlarga kerak. Sizlarni olib borib, hammasini chiroyli ko'rsatishadi. Agar sizlar karta ochishga zaявка bergan bo'lsanglar, обязательно pasport bilan kelinglar bu yoqqa. O'z ko'plab operatsiyalarning hammasi ID kartanglar bilan yoki pasportinglar bilan bajariladi. Hozir men endi ichkariga kirib, master kartamni olib chiqib kelaman.
Mana olib chiqib keldim. Asterium Niyozov Samandar mana shunaqa chiroyli qilib beradi. Men ko'ryapsizlarmi? Odamni baribir kayfiyati ko'tariladi. Shunda plastik o'zini qo'lingizga berib qo'ymaydi. Shunaqa konvertda, balki bundan ham yaxshi bo'lar kelajakda, xudo xolasa. Odamni kayfiyatini ko'taradigan qilib paketchalarda beradi. Unpacking qilib ochsa ham bo'ladi. Men oddiy shunaqa qilib ochib tashladim. Chunki oldingi kartamni ham shunaqa ochganman. Xo'p, ana endi ichidan mana bunaqa narsa chiqib keladi. Как nima пользоваться криптокартой за 4 plastik shagi. Короче, aytyapti, birinchi shag, ikkinchi shag, uchinchi shag, to'rtinchi shag qanaqa aktivatsiya qilish kerakligini ko'rsatib beryapti mana bunaqa qichuv qog'ozlari bilan. Xo'p, bundan keyin eng muhim joyi mana Asteriumni master kartasi. Ikkita bo'ldi menda. Katta bolalar hozir shundan ishlatyapti, bilmayapsizlarmi? Katta bolalar. Buni zo'r tomonini aytaymi? Mana shu Asteriumni master kartasini ichiga USD solib qo'yasizmi? Bitcoin solib qo'yasizmi? Chet elda yurasiz-ku, men ayniqsa Dubayda yuraman-ku. Shuni teg'izaman, ding 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 USD dan ham, Bitcoindan ham, liboy narsadan yechib ketaveradi. Anaqasini bekitib ko'rsataman. Mana Octobank bilan hamkorlikda qilishibdi. Просто tak zo'r. Mana endi men buni mazza qilib ishlataman. Ilovasi bor o'zini, o'sha Asterium ilovasi. O'sha orqali kirib bemalol qilsanglar bo'ladi. Lekin men sizlarga hozir tavsiya qilardim, to'shto ilovasini emas, ya'ni programmasini emas, saytiga kirib o'sha yerda operatsiyalarni amalga oshiringlar, chunki ilovada ozgina buglar bor, bu degani bir ikkita muammolari bor, lekin uni bartaraf qilishadi, balki qilib bo'lishgandir ham. И обязательно mana refkam bilan o'tinglar, ya'ni описаниеda, kommentariyada link qoldirib qo'yganman, o'sha bo'yicha kirib, ro'yxatdan o'tib, karta ochtiringlar обязательно, chunki biz Asteriumga shu kattaroq, ko'proq klient olib kelamiz deb va'da berganmiz, ya'ni o'zbekistonliklarning qanaqa aktivligini ko'rish kerak. Xullas, hech qanaqa minus tomoni yo'q. Mana refkam bilan kirsanglar, sizlarga Humo token ham bonus qilib beramiz. Bir Humo token qancha 10.000 so'm deganimi? 1000 so'm degani, xullas sizlarga Humo token ham bonus beramiz. Xullas kartani ko'rdinglar, lokatsiyani описание kommentariyada qoldirib qo'yaman. Videomiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganlarga hammaga rahmat. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Charchamanglar.